professional futbolchi bo'lmasligimizdan oldin ham bizlar dasturxonda turganda duo qilinadi-ku. Otangiz duo qiladi. Dadam yoshligimizda ham duo qilganda futbolni shunchalik yaxshi ko'rganki, duoni qilib Alloh uni ber degandan keyin O'zbekiston terma jamoasi ham jahon chempionatiga chiqsin dedi. Mana shu hayotda katta bo'lganmiz-da. It's easy to speak about Otabek. Someone is a leader because, he feel leader. And someone is leader that the team choose who is the leader. And Otabek is this kind of player. Shu yoshlikdan birga qashda katta bo'ldik desak ham bo'laveradi. Shuning uchun qanaqa yo'l, qanaqa qiyinchiliklardan o'tganini hammasini men o'zim juda yaxshi birga his qilganman. Mag'lubiyatlardan uncha ko'tara olmayman. Faqat yig'laganman. Yig'laganlar, demak, yutishni ko'proq xohlagan, hayotlarida ham yutishni xohlaydigan inson deb bilaman. Shuning uchun o'rniga olamiz. Muxlislar uchun ham yanada ikki hissa harakat qilamiz. Biz mag'lubiyat bo'lish uchun chiqmaymiz hech qachon. Mag'lub bo'lish uchun futbol o'ynamaymiz. Hamma yutishni xohlaydi. Taqdirimizda, nasibamizda, peshonamizda bor ekan mana jahon chempionatiga ham chiqdik-da.